deganmi? Oktagon masxarabozxonami Qozog'istonga borgan payti erka bilan o'zichon tashab, shapaloq urib, so'kib, haqorat qilib, Qozog'istonlik o'sha Oktagonni tashkilotini aqraniklari ham o'zini nima qozoqda bolasiga sakraysan deb, qaror shunaqa bir muomalalar qilishgan videolari chiqyapti. Qozog'istonga borgan paytim 3-4 kishi kelib meni urib ketdi. O'zidan o'zi tanimayman. Ichida ana shunday bir molparastlari ko'p deb gapirgan paytim ikkita davlat o'rtasiga nizo solma. Davlatimiz buyuk, ikkita davlat bir-biri bilan urushmasin seni deb shunaqa gapirgan insonlar menga chiqqan edi. Ey, hurmatli Qozog'istonlik bavurlarim, sizlar ham bir Qozog'istondan chiqib bir jang qilinglar. Erka bilan to'ktar. Chiq Qozog'istondan chiqib O'zbekistonda Odilxon bilan bir solish, bir ko'raylik. Uyingga borib olsa xo'roz bo'lasan. Men Odilxonni tarafini olmayman, lekin vatandoshim. Qozog'istonda turib olib gijillama. Chiq O'zbekistonda bir jangingni ko'raylik. Ko'tinga shunday barmoqni urib cho'pa-cho'p siqib qo'yadiganlar bor O'zbekistonda. Kel, mulla menga eshitchi deb o'tirasan mana bunday. Qozog'istonda sakraysan sen.